o'sha siydini tutib bo'lmaydi. Kelgan paytda siygani chiqish kerak xolos. Ha, shoshilib chiqish. Shoshilib chiqish kerak. Agar shoshilib chiqmasangiz, Chiqib ketib qoladi. hojatxonaga yetib borguncha Ha, chiqib ketib qoladi. Ha, shunday. hojatxonaga borib hojat qilishni boshlaganingizda napor yaxshimi siyishda? Ja, yaxshi emasmi? Mana shunday qilib, jabani egamasmi? Mana yoqqa tushadi. Napor pastda. Kechasi hojatxonaga 5-6 marta chiqasiz. Necha martagacha chiqasiz eng ko'p kechasi? 7-8 martagacha ba'zi paytda. 7-8 martagacha. Demak kechasi uxlamaysiz-da shu paytda, to'g'rimi? O'zi uyg'onib ketaman. 7-8 marta uyg'onib ketasiz-da. Uyg'onib ketaman, yana o'sha paytda yana kirib uxlayveraman, nimasi yo'q. Ha, ko'nikib. Bezovta bo'lmayman-da, baribir nima bo'lmaydi. Ha. Qarang, sizda prostata bezi o'sgan, kattalashganda hajm jihatdan 100 grammga boribdi. Bezni hajmi. O'z normada 25-30 gram bo'lsa, yoshga bog'liq holatda kattalashganda 100 grammga kattalashib ketganda, shuni hisobiga silyoliga o'sgan, qarang, bezdan silyo qopiga 3,5 gram o'sgan. 3,5 santimetr. Juda katta o'sgan. Qoldiq siydik 100 gram. Qovug'idagi siydikni 40% ni siya olmayapsiz-da. 40% siydik qolib ketdi. Ha. 3dan biridan ham ko'proq ozgina bunaqa. Endi qarang, bitta hamma narsasi qarang. Siyganda siydikni bosimi yo'qligi birinchi bo'lib operatsiyaga показания. Ikkinchisi bo'lib siyib bo'lgandan keyin qovuqda qoldiq siydikni ko'p qolishi ikkinchi показания. Kechasi 7-8 martagacha hojatxonaga chiqishingiz bu uchinchi показания. Keyin mana aynan mana shunaqangi bezlar borda, mana dori bilan davolasa bo'lmaydimi deydi-da. Dori bilan davolasa bo'lmaydigan holatga kelib bo'lganda ko'p bemorlar bo'ladi. Oldindan uchrab, dorini yozib yursa bo'ladi. Lekin qovuqda siydikni bosimi qolmagandan keyin, kechasi 8 martadan hojatxonaga chiqqandan keyin, qovuqda qoldiq siydik qolib ketish ko'p bo'lgandan keyin o'sha operatsiyadan boshqa yo'l qolmaydi bunaqa paytda. O'zi har kuni bittadan dori ichaman, tamsol ichaman. Tamsol ichasiz. Foyda qilyaptimi shu? O'sha foyda qilib, bo'lmasa Вообще umuman siya olmaysiz, o'sha dorini ichasiz. Shuna bo'lsa kerak, o'shana. Qarang, shu dorini bir marta siya olmay qolgan paytim ham bo'lgan. Kateter Ha? Bir marta bo'lgan. O'sha yo'lda Farg'onadan kelayotganimda yo'lda bo'lib qolgan o'zi ham. Keyin siygim kelaveradi, tushaman, siya olmayman. Oxirida aynan kateter qo'yib, anaqa nima ishlanka qilib qo'ydi. Ha, bunaqa holatda bezni olib tashlash birinchi variant. Boshqa varianti qarang, 3 ta asoratni ichiga kirib ketyapti-da, qoldiq siydik qolyapti, qovuq oxirigacha bo'shamaydi endi. Qovuq bo'shash uchun unga kuch kerak. Qovuqda oxirigacha kuchi bosadigan, kuch borgan sari kamayib boryapti bez o'sganida. Kechasi 8 martagacha chiqish bu eng katta belgilaridan yana. Yana IPSS degan so'rovnoma bor, uni to'ldirsa, o'zi necha ball yig'ishingizga qarab turib operatsiya qilish qilmaslik ko'rsatadi. Keyin sizda ikkinchi masala, qolgan hamma analizlaringiz yaxshi kelgan, hech qanaqangi muammosi yo'q. Bir dona mana bu PSA degan tekshiruvimiz bor-ku. Mana shu PSA tekshiruvi normada bo'lishi kerak 4 gachada, 2,5-4 grammgacha bo'lishi kerak normada. Bu yoqda 5/5 chiqyapti-da. Nisbatan katta. 5/5 degani bu normada 4 gacha bo'lsa, undan katta raqam chiqyapti. Bunda onkologiya uchun tekshirib qo'yishimiz kerak. Ko'ngilda xotirjam bo'lishi uchun. Nima uchun buni tekshirish kerak desa, 4 dan yuqori bo'lgan bezlarda prostata bezini rakiga ham tekshirib qo'y. Chunki prostata bezi o'syapti, kattalashyapti hajm jihatdan. Bu yaxshi sifatlimi, yomon sifatlimi? Qaysi bir tomonidaligini buni o'zini analizlari yana qaytadan MRT tekshiruvi bor, u bilan aniqlasa bo'ladi. Mana shu prostata bezini va shu PSA analizni baland bo'lib ketaverishi, masalan 40 gacha ko'tarilishi mumkin, 50 gacha ko'tarilishi mumkin, 60 gacha ko'tarilsa, biz aytamizki, ko'riboq juda katta ehtimol bilan prostata bezi rakiga chalingan deb aytamiz. Lekin sizdagi ko'tarilish bu juda ham bir minimal ko'tarilish xolos. Lekin prostata bezini rakiga bo'lgan shubhani uyg'otadi.
Qo'g'uqqa ham 3,5 santimetr o'sib kirganda buni o'zi ham qilib bo'laveradi endi qo'g'uqni bo'shatganda Shu ham. maqsad shu hozir qildirish maqsadi o'shanga bir o'zlari bilan sizni O'shani ko'rib biron o'shalarni qilgansiz Farg'onada yapti. Oltiarda Ibrohim Abduqodir o'shanga qildiring turibdi o'sha. Ha, qanday o'rtoqlaringizda o'zgarish bo'ldimi? O'sha yaxshi bo'ldim deb aytaveryapti. Kuniga telefon qiladi. Bormaysanmi, ko'rinmaysanmi deyapti-da. Ha, shunday. Shunaqangi operatsiya qilish kerak bo'lgan bemorni operatsiya qilsa tuzaladi. Operatsiya qilinmaydigan bemorlar mana shu qoldiq siydik qolmasligi kerak. Napor ozgina pasaygan bo'lishi mumkin, lekin qoldiq siydik qolmasligi kerak. Kechasi 7-8 marta hojatxonaga chiqmaslik kerak. Ob'yom katta bo'lmasin. Ob'yomi bunaqangi katta bo'lmasligi kerak. Qo'g'in ichiga 3,5 santimetr o'sib kirganda, 3,5 santimetrlik to'qima qo'g'in ichiga o'sib kirsa, qo'g'in bo'sh bo'lgan taqdirda ham mana bu to'qimani o'zi qo'g'in ichini qitiqlaydigan his beradida. Xuddiki sigiz kiylayotgandaqa qitiqlayveradi. Aslida bu ichidagi suyuqlik emas, ichidan botib kirgan to'qima o'sha hisni beradi sizga. Buni oldirib tashlash eng to'g'ri yo'l bo'ladi. Albatta anavi MRT tekshiruvlari pisani oxiriga yetib qilgan ma'qul bo'ladi. Sizda necha yildan beri muammo bo'lyapti tog'a? Ama ancha yil bo'ldi menga. Esimda ham yo'q lekin. 10 yil, ha? 10 yildan ham ko'p. 10 yildan ham. 10 yildan ham ko'p. Bitta narsada mana shu 10 yillik kasallikni cho'zib yurganimiz faqat asoratlarni ko'payishiga olib keladi, xolos. Mana 10 yil yurib ko'rdingiz. Mana internetda ko'rib turgan nechta odam bo'lsa 20 yil, 50 yil yurib ko'rish mumkin. Necha yil xohlasa yurib ko'rish mumkin, lekin o'zidan o'zi tuzalib qolmaydi. Mexanik to'siq bo'layotgan joyda to'siqni olib tashlamagungacha yo'lni ochib, u hech qaysi dori yo'qki, u a'zolarni bir chekkaroqqa turgizib, yo'lni ochib qo'yadigan dorining o'zi yo'q. Shu hozirgi ichayotgan dorilar nima yordam beradi? Balki ular shuni bezni yo'qotib yuboradi deb o'ylayotgandir yoshi kattalar. Ha, bezga absolyutno ta'sir qilmaydi. Bu qo'vuqni muskullariga ta'sir qilib, CD yo'lni ochishga yordam beradi. Lekin vaqtincha, lekin ichkaridagi 20 grammlik narsa 100 gram bo'lib ketsa, buni hech qaysi dori hech qayerga torta olmaydi. Hech qaysi muskulni kuchi yetmaydi-da. Oldin bu 20 grammlik bezni sog'lom muskullar tortishi mumkin bo'lgan bo'lsa, bo'yinni, qo'vuqni bo'ynini siyishga nimani, qo'vuqni qisqaruvchanligi. Endi hozir 100 grammlik bez paydo bo'lgandan keyin bundaqangi dori yo'q. Endi uni 100 grammni bir chekkiga surib turib, bu yoqdan sidini o'tkazib oladigan dori bo'lmaydi endi. Bunaqa paytda faqat xirurgiya. Endi onkologический bo'lsa operatsiya qilib bo'lmaydimi endi onkologik? Ha, onkologический bo'lsa ham darajasiga qarash kerak. Agarda birinchi darajada bo'lsa, ikkinchi darajada bo'lib boshqa a'zolarga tarqamagan bo'lsa, operatsiya qilsa bo'ladi. Unda ham faqat boshqa turdagi operatsiya. Mana bu biz qilayotgan lazer yordamida emas, bezni to'lig'icha olib tashlash mumkin. Ana shunda onkologiya boshqa joylarga tarqamaydi. O'sha prostata bezini to'liq olib tashlash mumkin. Lekin sizda katta ehtimol bilan onkologiya chiqmaydi. Biz ko'rganmiz, haqiqatda PSA analizi 40 chiqqanlarni ko'rganmiz. O'shalar rad deymiz. Endi hozir bu yerda kateter o'tkazgan-ku. CD yo'ldan kateterda o'tkazilishi ham shu aynan PSAni balandlashishiga olib keladi. Kateter qo'yish, mana shu massaj qilish prostata bezini. Prostata bezini massajlar rosa qildirganman. Ha, shunda PSA analizini ko'taradi, yuqoriga olib chiqadi. O'sha hisobiga ham analiz baland chiqishi mumkin. Operatsiyadan keyingi qanaqadir asorat bo'lishi yoki Bitta mana operatsiya qilsa nima asorat bo'ladi, operatsiya qilmasa nima asorat bo'ladi? Agarda bitta operatsiya qilmasangiz, bezingiz bu yil 100 gram bo'lsa, keyingi yilga 120 gram bo'ladi. Aytaylik, bu chanoq suyagini o'rtasida joylashgan bezda. Chanoq suyagi hech qachon katta bo'lmaydi, lekin ichkaridagi markazda turgan a'zo kattalashgani sari atrofdagi yondagi to'qimalarni faqat qisib boradi. Qisib, qonsizlantirib, ishdan chiqarib boradi. Bu hammasi orqaga qaytmas jarayon bo'lib boradi. Aytaylik, 2 yildan keyin davolab qo'ysa, yana hammasi joyiga kelib, yana o'zini vazifasini tiklab ketaveradi emas. Ana shunda qisilib ketgan a'zolar endi uni o'ziga kelishi, tiklanishi amri mahol. Shunaqa. Operatsiya qilsak nima asoratlar bo'lishi mumkin? Operatsiya qilmasak qarang. Qoldiq siydik qolyapti. Bu buyraklardan siydik ishlab chiqarishni yana ham pasaytiradi. Qo'g'da 100 gram siydikni hozirda o'zida siy olmay turibsiz. Endi bu 1 yildan keyin 120 gram, 150 gram, oxiri yana siydik tutalmaslikka yana boshqatdan olib keladi. Bu siydiklar tosh to'plashi mumkinmi? Ha. Endi mana shu siydikni
ana qolib ketyapti, qolgan siylikdan cho'kma tushaveradi. Cho'kma tushgani sari quvg'ida tosh paydo bo'lishni boshlaydi. Yoki siylik yiringlashdi, infeksiyalanishni boshlaydi. Sizda ham xuddi shunaqa siylikda infeksiya bilan mana shu infeksiyalar cho'kma bo'lib tushib, tosh paydo qiladi. Endi operatsiya qilsa nima yomon tomoni bo'lishi mumkin? Mana shu aynan mana shu usullarda deyarli hech qanaqangi yomon asoratlar yo'q. Siz qo'rqadigan. Qaytalanish bo'ladimi? Qaytalanish 0% yo'q bo'lmaydi. Absolutno bo'lmaydi. Aynan mana shu usul butun dunyodagi hamma usullarda qaytalanish bor boshqa turdagi operatsiyalarda. Shu aytishadi, lazer orqali qildirgan ekan, yana qaytalanib qolibdi deyshadi-yu. Boshqa lazer, boshqa turlari. Ha, lazerda ham turi ko'p-ku. Aslida u lazer bilan emasda endi. Ana siydik yo'lidan kirib olsaki, bizni xalq tushunchasida lazer ishlatdi deb o'ylaydi-da. Shunaqa lazer bilan qilsa qaytalanish foizi yo'q. Qaytalanmaydi 0%. Hozirgi bemorlar juda qo'rqadi, operatsiya bo'lsam og'riydimi, operatsiyadan men juda qo'rqaman deydi. Bu zamonlar o'tib ketganda endi qo'rqishda ham chegarasi borda. Shuning uchun hech absolutno og'riq bo'lmaydi. Operatsiya paytida ham, operatsiyadan keyingi kunda ham og'riq bo'lmaydi. Biz operatsiyani ertasigayoq sizni uyga javob berib yuboramiz. Aynan og'riqsiz, hech qanaqangi kateterlarsiz hamda o'sha naporini eng yaxshi holatda o'zi operatsiyani ertasi kuniyoq farqini biladi. Tog'amiz ham o'z operatsiyadan qo'rqib yuribdi shu kungacha. Og'riq bo'lmaydi, hech ham og'riq bo'lmaydi. Operatsiya paytida ham beldan pastga narkoz beriladi. Narkoz ta'sirida og'riq bo'lmaydi. Biz uni anatomiyasi bo'yicha bez anatomiyasi bilan olinganligi uchun o'zini odamdagi anatomiya tiklangani uchun naborat sizdagi og'riqlar hozirgi og'riqlar ketadi. Faqat men siygim kelganini bilaman, siygani ko'raman. Boshqa narsa o'zim topolmaydi. O'sha hali sheriklar bilan o'tiramiz. Ular siygim kelib ketdi deydi, bittasi karta o'ynaymiz, o'ynaveradi. Men shunday kelganda shart turib chiqib ketaman. Men chunki nima qaytasiz? Men tez bormasam bo'lmaydi deyman. Mashinasi bor bo'ladi. Siz tonggacha bemalol 6 soat, 8 soat indamay yotish mumkinligini his qilasizda. Yani aytyapti, mashina sesam Marg'ilongacha yetib boryapti, deyapti, napor uchun. Yo, Oltiariq sentrgacha borayotgan bo'lsa-kerak, yo, Marg'ilongacha hazillashamiz. Shunaqa bo'ladi. Napor kuchli bo'lib ketdi, rahmat deyapti. Ha, yo'q, to'sib turibdi shu bez. Olib qo'ysak, napor yaxshi bo'ladi. Rahmat. Doniyor aka ko'pchilik prostata bezi adenomasini qanaqadir dorilar bilan davolamoqchi bo'ladi. Bu qanday qilib mantiqqa to'g'ri keladi va uni dori bilan davolashning iloji bormi? O'zi u bez qanaqa ko'rinishda bo'ladi? Shu haqida bir gapirib bersangiz. Mana shu CD kanalni ichki yuzasi bo'ladi. Mana ko'rib tursiz, CD kanalni kengligi bu yerda yetarlicha, lekin mana ichkariga kirgandan keyin prostata bezining adenomasi mana CD kanalni to'liq bekitgan, mana qarang. Haqiqiy qulf kalitga o'xshab mana bir-biriga mos tushadigan hattoki bu. Ikki tomondan yopishib to'sib turar ekanda. Tomondan zamok bo'lib, mana qulf bo'lib, qulf kalitdek bo'lib bekitgan, orqaga qaytsak to'liq yo'lni bekitganini ko'ramiz. Bu yerdagi bezni hajmi taxminan 80-100 gram atrofida. CD kanalni mana bu yog'i qovuq. Juda ham keng, chiroyli ko'rinib turibdi. Lekin quvurning ichkaridan qiynalganligi, yupqalashganligi ko'rinyapti. Bu yerda bo'lsa mana CD kanalni orqaga qaytgan sarimiz yopilib qolyapti. Bekilib yopilayotganligi ko'rinib turibdi mana bunday bezlar bilan. Demak, yoshi kattalarda mana tez hojatga boraman, lekin oz siyaman deydi. Bu peshob oz kelishi bu bezni ikkita orasidan qancha miqdorda ozgina o'tib, shu o'tgan miqdorini peshobda chiqarishadi ekan, demak. Ha, zo'r g'alatdan qiyinchilik bilan chiqarishadi. Bu yerda kanalni ko'rib turgan bo'lsangiz, o'ta ham berkilib ketgan. Bu yerda hech qanaqangi dori-darmon bunaqangi katta to'siqni chetkiga surib yoki bir organizmdan yo'q qilib chiqarib yubora olmaydi. Ha. Shuning uchun bunaqangi bemorlarda faqatgina bu bezlar ko'rib turibsiz, juda ham qattiq zichlashgan to'qimaligi uchun buni olib davolamasdan boshqachasiga imkoniyati yo'q hech qanday. Hozir quvuq ichida ham qanaqadir o'zgarishlar bo'lgan dedingiz. Bu uzoq vaqt davomida shu kasallikka e'tibor bermasdan yurishning oqibatida bo'lganmi? Ha, xuddi shunaqa. Quvuqdagi o'zgarishlar quvuqni qiynalganligini ko'rsatadi. Nagruska bo'ldi. Ha, ma'lum bir vaqt mobaynida quvuq o'ta ham qiyinchiliklar bilan
juda ham zo'rg'alatib anaqa quvg'ini bo'shatib kelganda bunaqa holatlarda borib quvuq qisqarmaslik holatlariga kelish ehtimoli juda katta bo'ladi va to'satdan o'tkir siydik tutilishi yuz beradi. Ha.